Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 3-mart 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 18 so'm 39 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.190 so'm 57 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.219.057 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.3% ga tushdi. Yevro 53 so'm 89 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.303 so'm 20 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.460.320 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1.8% ga tushdi. Rossiya rubli 3 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 157 so'm 48 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 157.480 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 2.8% ga tushdi. Xitoy yuani 3 so'm 62 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1771 so'm 22 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.771.220 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.7% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 10 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 77 Rossiya rubli 41 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7741 Rossiya rubli 3 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 2.6% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.